Navbatdagi katyor gidrosda. Ko'pchilikda hozir qishda gaz kamayib ketadi, davleniyasi. Bu katta kilovatligi 40 kilovatlik kam gazga yonmaydi. Shuni hozir kam gazga misol uchun bilish uchun mana krishkasini ochsalaring, bir de havoni kamaytiradi-yu, o'sha hisobiga yonadi. Lekin u xavfli, birdan ugar chiqadi atrofida. Mana bunday ventilyatorda tunuka krishkadan mana o'rtasi ochiq, оборотini kamaytirdi, shamol kamroq tortib, kamroq beradi. O'shani hisobiga kam gazga ham yonadi. Bir de nastroykasi ham bor. Ichki nastroykalardan ham to'g'irlab, ventilyatorda оборотini kamaytirdik. Xullas, mana bu gidrosda mana yonni kam gazga ham ishlayapti. Xitoy katyorlarini aytishadi, kam gazga yonadi. Buni ham qilsa bo'ladi. Kuzatib boringlar, foydali maslahat berib boraman.